Ayıp o'zimda. Vaqtida suvchi yuborish kerak edi. U bechora ham ermakka boshimni aylantirib yuribdi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Majnun toldek Baland poshna tufligingiz bormi? Bor. Bo'lsa o'sha tuflini olib chiqing. Yuragimni sug'urib oyog'ingizni tagiga tashlayman. Ko'zlaringda Moshinangiz bilan yanchinglar. Boshqasiga tegib ketdi bevafo. Kuymang. Sizda yigitga kimlar tegmaydi? endi qayta uchrashmaymiz. Kutmagin jonim, nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l o'z yoriga